Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi 4-darsimizda sizlar bilan perihatnoy perikulchatorni o'rganamiz. Ya'ni ikkita kulchatordan bitta chiroqni yoqib o'chirishlikni o'rganamiz. Bunda biz 3 talik simdan foydalansak osonroq bo'ladi. Perihatnoy kulchatorimiz oddiy kulchatordan farq qiladi. Bir klavishligida 3 ta teshik bo'ladi. Ya'ni L, L1, L2. L yozuvi bor teshigimizga har doimgidek faza kiradi. L1, L2 ga esa 3 talik simimizdan ortib qolgan ikkitasini bittadan o'tkazib qo'yamiz. Bunisidan ham xuddi shunday. Menda bir klavishligidan yo'q edi hozir. Shunga 2 klavishligidan foydalandim. Bunda 6 ta teshik bo'ladi. Sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun sxemasini mana bu yerga chiqarib qo'yaman. Ana shu sxema bo'yicha o'ylaymiz. Har doimgidek 220 tokimizdan kelgan ko'k simimiz nolimiz to'g'ridan to'g'ri lampaga o'tib ketadi. Fazamiz esa birinchi kulchatorimizdan chiqqan oq simimizga ulaymiz. Ikkinchi kulchatorimizdan chiqqan oq simimizni lampadan kelgan qizil simimiz ulaymiz. Demak, bizda kulchatordan chiqqan ikkitadan sim ortib qolyapti. Buni esa ko'kini ko'kka ulaymiz. Sarig'ini esa sariqqa ulab qo'yamiz. Endi yoqib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek hammasi to'g'ri ulangan, to'g'ri ishlayapti. Videoga like bosib qo'ying, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da qiziqarli, bundan-da kerakli ma'lumotlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.